shirin qilib faqat yaxshi insonlar bilan hozir suhbat qilyapmiz. Qaranglar, kimlar bilan bugun ko'rishdik. Judayam samimiy, oqko'ngil insonlar. Sizni chin dildan yaxshi ko'radigan, eng sevib kuzatadigan Malika opamiz. Men bilan juda ham yaxshi ko'rardim. Onajonlarini ham mana hozir gaplashib, xuddi eskidan tanish bilishdek gaplashyapmiz. Juda ham ko'p narsalarni o'rgansam bo'lar ekanda bulardan. Xudo xolisa qizlarimizni shunaqa chiroyli, oy yuzli, go'zal xulqli qizlarimizni baxt kamollarini ko'raylik. Fotima Zuhralarim bilan sog' bo'linglar. Odina sizlarni juda ham yaxshi ko'radi. Odina orqali men sizlarni topganman. To'g'risi g'oyibona yaxshi ko'rib sizlarni kuzatardi. Havas qilib menga ko'rsatardi. Allohimni izni bilan mana bitta dasturxonda mazza qilib suhbatlashib o'tiribmiz. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Biz ham yaxshi ko'raman. mana ukamiz bor ekanda, singilli ham bo'ldik. Asalimiz. Endi yana oilamiz kengaydi. Go'zallarimiz bor, Soliha. Ha, Soliha qo'rg'ongan kirib ketdi. Qalbligi ham go'zal, o'zligi ham go'zal. Allohim qachonki niyatingiz xolis bo'lsa, xuddi o'zingiz kabi insonlarga yaqin qilib qo'yar ekan. O'sha aytganimizdek, duolarimizda ko'p gap. Yaxshiga yaqin qilgin, o'zimni qalbimdek qalbli insonlarga yaqin qilgin desangiz, shuni qalbingizga to'g'ri kelmaydiganlarni uzoqlashtirib, qalbingizga yaqinlarni shuni yaqin qilib qo'yar ekan. Hayotimda ko'p ko'rdim bu narsalarni. Allohim har doim shunaqa adashtirmasin. Ana keldi. Mana kichkintoy. Ay, shirin, bila shirin.